Otga yaqinlashgan odam, ot bilan birga yurgan odam xor bo'lmaydi hech qachon. Ot jannatdan chiqqan. Jannatdan chiqqanda bir aytadi to'rtta ko'zi bo'lgan, yuqori chuqur joyi bor-ku. To'rtta ko'zi bo'lgan. Jannatdan chiqqanda Xudoga noliga yig'lagan, nimaga meni bu bandangga xizmatga yubording? Deydi-ku. Yubording. Nimaga bunday deb yig'lagandan keyin, nola qilgandan keyin aytgan. Sen boraver degan. O'sha banda o'zi yegan narsadan senga yediradi, o'zi kiygan narsadan senga kiydiradi degan. Mana odamga bug'doy bunaqa qilgan, otga arpa kelasizmi? Otni ustidagi afzali nechi pul? Odam ustidagi afzali. Kelasizmi? Shunday deb yubordi. Ot boqqan odamni maqtaganlar. Rizqi otni yo'lida degan ma'noda bashoratlar berganlar. Jannatda ajoyib shabodalar bor. O'sha shabodalar otning ikkita qulog'ini o'rtasidan esib turadi deganlar. Shunaqa rivoyatlar.